Hop, Philips 2729 modeli ham ulajnitel ham atsistitel hisoblanadi. 99-97% gacha bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega. Korobkasida yozib qo'ygan. 85 kvadratni очищение, ya'ni tozalab beradi havosini, 80 kvadratni ulajnit, ya'ni namlab beradi. Endi bu yoq tomonida filtrlarni yashash muddati, qanchada tozalab turish kerakligi yoki almashtirish kerakligi yozilgan. Bu ichidagi barabandiy filtr har 12 oyda almashtirish kerak ekan. Bunisini 24 oyda, ya'ni 2 yil. Bu 1 yil bo'ladi, 12 oy. Va bunisi tanzif deb yozib qo'ygan, ya'ni inglizchada clean, bu filtrni tozalab turish kerak. Qanaqa ma'nodaki pilsosni tortib tozalab turish kerak bo'ladi. Hozir sizlar bilan buni ochib ishlatib ko'rish uchun tushuntirib beramiz. Xo'p, tovarimizni to'kib ko'rdik. Hozir yoqamiz. Bitta knopkani bosgandan keyin bu ishlashni boshladi. Ketdi. Xo'p, funksiyalarga keladigan bo'lsak, buni blok funksiyasi deyiladi. 3 sekund bosib tursak, hamma knopka ishdan chiqadi. Mana bu yerda L degan yozuv chiqadi. Ya'ni bu yosh bolali xonadonlarga juda mos tushadi. Bu yoqda ochildi yana. Xuddi shu knopkalarni yana 3 sekund bosib tursak, knopkalar ishlashni boshlaydi. Bu yoqda indikator nashnoy rejimda svetini o'chirib qo'yish uchun qulay. Hop, bu yoqda avto funksiyasi. Avto yoki boshqa rejimlarni tanlashimiz mumkin. Spyashi rejim bor. Hop, bu yoqda уровень 1, 2, 3 ta уровеньgacha bor. Bu yoqda turbo rejim. Hozir birinchi уровеньni qo'yib qo'yamiz. Hop. Bu yoqda havoning namligini o'zingiz tanlasangiz bo'ladi, ya'ni 50% dan to 60-70% gacha tanlasangiz bo'ladi. Hop, bunisini esa bir marta bossangiz, bu yoqda chap tomonida belgi chiqadi. Bu znak faqat очищать qilayotganini, ya'ni xonani havosini faqat tozalayotganini bildiradi. Yana bir marta bosib qo'ysangiz, tomchi bilan bayi znagi chiqadi. Bu degani xonani ham очиститель qilyapti, ham ulajnitel qilyapti degan ma'noni beradi. Bu dvovatnom rejim ishga tushadi. Bunda bittasini bosib qo'ysak, ulajnitellik funksiyasi o'chadi. Bu yoqda bo'lsa timer funksiyasi. O'zingiz belgilashingiz mumkin. Apparat necha soatdan keyin o'chishini 8 soatgacha belgilashingiz. 12 soatgacha belgilashingiz mumkin ekan. Xo'p. Yoniga keladigan bo'lsak, apparatda o'ng qismida ochiladigan joyi bor. Bu suvni bachoki. Ichiga 5 litrdan ortiq suv ketadi. Ichiga suv quyiladi. Quyilgandan keyin ichidan mana bunaqa filtr chiqadi. Barabandiy filtr. Buni ichiga joylash kerak bo'ladi. Mana shu ichiga salafandan olib tashlab, dumalog'ini mana shu dumalog'ga to'g'rilab joylash kerak bo'ladi. Keyin joyga yana tiqib qo'yiladi. Hop, suv soldik. Buni bachokka joylagandan keyin orqasiga o'tiladi. Yangi tovarni ochganingizda orqasidan ochiladi. Hamma filtratsiya, очистительga javob beradigan filtratsiya shu yerda joylashgan. Birinchisida setka bo'ladi. Setkani olib tashlaymiz. Tashlagandan keyin bu yoqda paketda mana bunaqa uгольli filtr bo'ladi. Ovutganda e'tibor berish kerak. Mana bu yerda tili bor. Обязательно shu tili tepada и tortadigan joyda bo'lishi kerak. Bu yoq tarafda. Bu yoqda yo'q, ko'rsanglar bo'ladi. Faqat bu yoqda bor. Buni setkasini ajratib tashlash kerak. Bu yoqda HEPA filtr chiqadi. Bunda ham xuddi shunaqa tili bor, tortadigan tili. Bu yoqda mana strelka qilib qo'ygan yozuvlari bilan. Bu HEPA filtr bo'ladi. Hammasini salafandan ajratib, ya'ni xuddi shunaqa qilib joylab qo'yiladi.